Oyey, do'stlar yangi qishloqqa ko'chib keldik. Yangi qishloq, albatta Boyaka bilan birlikda. Boyaka qandaysiz? Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Qandaysiz? Ha, yaxshi. Bugun video olmasak bo'lmaydi вообще. Вообще bo'lmaydi. 2 kundan beri video chiqmayapti Boyaka. Qani? Nima? Chiqmayapti video. Men ekmabman u narsa. Hech nima ekmaganman. Ana nima? Qaysi? Ana nima yuriychi? Nima bu? Nima bu? Qilich. Qilich. Tani tushunmayman, rasmga olib qo'yaman sizni. Istoriyaga qo'yib yuboramiz. Qishloqni ham rasmga tushgisi kelyapti menimcha. Qani, hop, bitta chiroyli kadrlar bilan. Ana bo'ldi. Rasmga olib qo'ydim. Ana nima? Qaysi? Yuringchi. Namuncha katta. Namuncha katta? Bu qishloqimiz botqoqda paydo bo'lganiga. Nima bu? Voy, buni turishini. Voy, Boyaka, bu nima bo'ldi? To'g'rimi Boyaka? Siz qurmaganmisiz? Prank olmoqchimisiz? Prank olmoqchimisiz? Men pranklarga aldanadi deb o'ylayapsizmi? Men buni qo'ldiraman, kerak emas u. Nima bu? Qaydan paydo bo'lib qoldi bu qishlog'imiz? Qishloqqa seni kim bergan? Ikkitalik yo'l ketgan bitta dastak. Bunday qarangdoq. Dastak deyman deb bosaydigan oyoq bilan. Bu qilich nimaga? Kimdir bilan urushganimi? Avval o'rinchi. Shuni nima qilishimiz kerak? Yo, jitilni pastga tushirib yuborishimiz kerak yoki qo'yni. Qaysi biri? Keling, birinchi jitilni tushirib yuboramiz. Nima bo'lar ekan? Ha, jitil. To'g'risi. Nima bo'ldi? Merabcha yo'q, hech nima bo'lmadi. Ne, bizni aldab ketishdi. Endi bo'lsa qo'yni tushirib ko'ramiz. Nimadir bo'ldi? Sharif berdi. Nima tushdi? Ha, birinchi xonadan shunday o'tiladimi? Bu yerda qarang. Redstone. Qo'y to'g'ri ekan. Bunday qanaqa xona? Men bilaman, tanatda yuguray. To'xtang, o'tib ketavermay. Ana endi imkoniyatimiz kamaydi. Sirazi yugurib o'tib ketish kerak. Yo'q, jin ursin hammasini. Yo'q, men bu yerdan tirilar ekanman. Boyaka boshini yugurmasligingiz kerak edi. O'tdim. Hozir o'taman. Lekin qishloqda yarmini yo'q qilishadi. Ha. Bu yerda mana bunday xona va pastga ketgan xona bor ekan. Qaysini tanlaymiz? Men bilmadim. Xullas nima qilishimiz kerak ekan? Bu pastga qarab tushib ketgan, qiziq qurilgan. Tablechka, stop. Nima bu? Like bosing, obuna bo'ling va komment yozing deb qo'yibdi. Da do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yer qanaqa xona bu? Parkour dengda. Hop. Oson-ku. Faqat pastga tushib ketsangiz, qovurilgan jo'jaga aylanadi. Ha, Boyaka qo'lingizni bering. Yana boshdan kelaman. Shunaqaroq menimcha. Endi bu. Boyaka. Voy, o'li ketdi. Men bu xonada nima qilishim kerak? Bombalar sindirish kerakmi? Bu yerda nima bor? Sandiq. Craftlar tugagach bosing. Nimani bosishim kerak? Men tugmanimi? Hozir bossam nima bo'ladi? Yo'q, menga. Men qanaqa effekt bu? Aniq bosmaslik kerak ekan. Lekin bu yerda nimalar bor? Bu qanaqa craftlar bu? To'xtanglar. Qanaqa o'taman endi? Ha, bu axir
enchanting table nimasi-ku, craft-ku. Men shunda birinchi bo'lib verstak uchun taxtalarni olamiz, adashmasam. Va biz bu yerdan verstakni yasaymiz. Xohlagan joyimga albatta. Va endi mana bu enchanting table'da olamiz, chunki enchanting table emas, obsidianlarda olamiz. Hop, buni ham oldik. Va biz bu yerdan enchanting table'da yasaymiz. Nima qilishim kerak endi? Bu yerda ham qandaydir craftlar. Bu ekani qaranglar, tushib ketganini pastga. Mana bu yaramas ekan, juda ham. Hop, Men to'g'rima mana bu bo'lmaydi. menimcha kirkani crafti bu. To'g'rimi? To'g'ri, aniq kirkaniki. Va kirka bilan nima men lazoitni qazishim kerakmi? Axir menga daraja ham kerak. Voy. Boy ekan o'lib ketganini ko'rdinglarmi? Men o'tolmayapman. Bu yerda 5 tadan beryapti, lekin menga daraja kerak-ku, buni nima qilgani? Yo'q, hozir ham bo'laverar ekan. Bu yerda qandaydir nima? Hop, men buni olishim kerak menimcha. Olaman albatta. Bu shunchaki craft uchun emas, menimcha men bundan mana bu narsani yasashim kerak. Chunki craftda shuni rasmi bor edi. Va endi men buni sehrlayman. Protection. Hamma craftlar tugagandan keyin bosing deydi. Endi bossamiz va nima qildi? Necha marta bosishim kerak? Bosmayman. Mana shu yerda o'tiraman. Bu ekanini tomosha qilaman. Kelmaysizmi? O'tolmayapman, qichqiraman sizni. Vaziyat qolmadimi? Qolmadi. Mayli, men unda. Gal menga hech nima qilmadi. Yo'q, menga narsa berilibdi. Bu xonani ochishim kerak edi menimcha. Voy, do'stlar! Biz menimcha yutdik, lekin bu kim tarafidan qurilgan? Aniq boyga qurilgan. Endi menga prosta men qurmaganman, bu deyapti. Menimcha men bularni hammasini shipirishim kerak. Yo'q, bu yerda juda ham ko'p olmos bor ekan. Boy aka, kelasizmi? Har doim orqada qolib ketasiz. Do'stlar, keyin boy akani ham YouTube'da kanallari bor. Bo'lsa kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Ekran, ya'ni boy akani kanaliga o'tkazadigan silkani. Короче, boy aka nima qila olmadi. Demak, men buni olishim kerak. Hammasini yig'ishtiramiz, hammasini o'ylaymanki bunday video sizlarga yoqayapti. Agar yoqayotgan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa do'stlar, biz 6000 taga qarab ketyapmiz. 2 kundan beri video chiqmagani uchun uzr so'rayman sizlardan. Xo'sh, bularni yaxshilab kavlab olamiz. Kim qurgan bo'lsa ham bizni juda ham boy bo'lishimizni xohlagan shekilli. Sandig'imda bitta olmos blok tushib ketdi. Bittani tejayman deb 64 tadan ayrilmayman-ku, to'g'rimi? Demak, endi men boy akani yoniga boraman va shundan keyin video davom etadi. Bo'lmasa, pauza, короче. Va boy aka, qaraymiz qancha narsaga erishdik, to'g'rimi? Kim qurgan bo'lsa ham rosa boy bo'lganmiz, nima qilib. Lekin bu parkur menga juda ham yoqdi, to'g'rimi? To'g'ri. Sizga ham yoqdimi? Tur boshida o'tolmadingiz, lekin men bu parkurlar menga juda ham yoqdi. Ajoyib chiqibdi. Men lavali nimada tushib ketdim. Keling, mana shu rasmga tushamiz, billa. Alanga qo'yaverasiz-da, to'g'ri. Storyga qo'yaveramiz. Qani? Bitta shunday. Yo, turib oling o'rningizda. Ana, rasmga oldim. Va endi videomiz menimcha mana shu yerga o'z nihoyasiga yetsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu qisqa rolik bo'ldi. O'zim ham shunday niyat bor edi. Qisqacha rolik qilish. Va endi xayrlashib tashlang bu aka. Hamma hayot siz bilan boy bo'ldi. Albatta kanalimga obuna bo'ling. Bu yerda ham qiziq videolar chiqarib turaman. Hozirda video yuklagani yo'q, lekin qachondir yuklash nimangiz bor, to'g'rimi? To'g'ri, hozir ham yo'q.
Bo'lmasam do'stlar, biz mana buni yig'ishtirib olamiz, chunki bu olmos do'stlar, olmos esa judayam Minecraftda qimmatli hisoblanadi. No, как раз qarzlarimni qanday nima qilaman deb o'ylab turgan edim. To'g'ri. Mang boy ekasiga. Shunday yasadingizmi? Mana, Aziz bola. mana. Kimda qarzim yo'q, просто olaman-da. Narsalarga birota. Ay. Nimagadir qo'lim qiyshiq bo'lib ketyapti shu kunlarda. O'z uyimga keldim va boyman do'stlar. Endi men boyman. Mana bu yangi kiyimni albatta ilib qo'yamiz, bu yerga ham qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasam svet. Bo'lmasam hammaga xayr, bugungi video shulardan iborat edi.